Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi uyimizda yangi hayotda joylashgan, orqamda ko'rib turgan 16 etajli stroykalar ikkinchi etajidan 3 xonali 70 kvadraturdan iborat bo'lgan uyimizda sotuvga qo'yilyapti. Uyimizning o'zining balkonlari bor va uyimizda ikkita sanuzel va evroremont holatda podключёвый доступda sizlarga topshiriladi. Uyimizga kiraverishda 60 qulflar qo'yilgan. Uyimizda metrodan 5-10 daqiqalik masofada joylashgan. Hurmatli obunachilarimiz, yangi hayotdagi 3 xonali uyimizda shundoq kirgandan 10 qo'lda birinchi sanuzelimizga joylashgan. Sanuzelimizda o'zida детский unitazi, katta alohida unitazi bor. Mana bu sanuzelimizdan ichki ko'rinishi. Yo'li chap tomonda oyoq kiyim qo'yish uchun shkaf qilingan alohida. Shundoq kirgandan mana bu yerda 10 qo'lda yotoqxonamizga joylashgan. Yotoqxonamizda o'zining ichida shkaflari bor. Yotoqxonamizning ko'rinishi. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu uyimizda hamma mebel texnikasi qoladi. Bu yerda 10 qo'lda esa zal joylashgan. Mana bu zalimizda. Yana bu yerda chap qo'lda shkaf qilingan. Garderobda muammo yo'q obunachilar. Keyingisi bu yerda 10 qo'lda kuxnyamizga joylashgan. Mana kuxnyamizning ko'rinishi. Bu yerda hamma mebel texnikalari qilingan kuxnyamizning. Xo'p, keyingi xona shundoq kirgandan chapga urilgandan to'g'riga детский xonamizda, ya'ni bolalar uchun xonamizga joylashgan. Eslatib o'taman, hurmatli obunachilarimiz, bu uyimizda hamma mebel texnikasi qoladi.